Assalomu alaykum hurmatli akalar ukalar. Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa bizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pushtig'oq qishlog'iga Farhodjon hoji ukamizni, Muhammadjon hoji ukalarimizni mol firmasiga xudo xolasa aziz do'stlar, mana buqalarimiz, sementarlarimiz yetib kelgan 108 ta. Xudo xolasa hozir keyingi yana bitta fura kelib turgani hisobiga biz hozir narxlarni chiqarganimiz yo'q. Hamma nimalarni narxlarni o'sha qolgan boshlar kelgandan keyin Farhodjon pochcha bilan xudo xolasa Muhammadjon hoji ukalarimiz narxlarni qo'yadi. Mana mollarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, o'ta ham dedik, mana nakkalar, stakan tuyoq, mana saqa tumshuqlarimizdan kelgan o'ta ham chiroyli mollarimiz. Mana yeb ichishlari zo'r. Mana akalar ko'ringlar, mana kimga qanaqa mol bo'ladigan bo'lsa, katta qurbonlik bor buqalarimiz ham bor, xudo xolasa akalar. Bu yerda mana kichkina boqaman deganlariga ham bor. Mana davomi bor buqalarimizni, shuni hisobiga hozir hammasini qo'yganimiz yo'q. Akalar ukalar, kimga videomiz yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib bittadan podpiska bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqangi chiroyli mana shunaqa videolarni chiqarib berib turaveramiz sizlarga, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Idi Qurbon hayit bayrami muborak bo'lsin. Opa singillariga ham chiroyli bir tapichka, bu narsalarni sovg'a qilinglar. Salomat bo'linglar. Hojon mollarimizni mana vobshe zo'ri mana. O'ta yuvosh mana, o'ta yuvosh mana. Mana bularni qarang mana. Shu zo'r mana, cho'kar mollar. Hammasi mana burchakka haydak. Mana burchakka to'playmiz, ha. Va qaratamiz. Ha. Voy, jellar, bu yoqqa kelinglar. Otabek haydang bu tomonda. Mana hammasini bitta hozir qaratamiz bu tomonga. U tomon sal silab berib olganda haydamay qo'yraga nima bor ekanda. Mana akalar, xudo xolasa, ukajon videoni olib keldik studiyani. Mana mollarimiz kelishni boshladi, xudo xolasa. Akalar, aloqa nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Hozir narx chiqib yo'q. O'sha nimalar hoji ukalarimiz kelgandan keyin narxlarni chiqaradi. Salomat bo'linglar, ko'rishguncha.